ona qaror videosini amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturining maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlangan. Qarorda aholi salomatligini ta'minlash sohasida belgilangan vazifalarni, shuningdek onkologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarni profilaktika qilish, tashxislash, davolash va reabilitatsiya qilish, tizimni tubdan takomillashtirishga, ularni hayot sifatini yaxshilashga, kasalliklarni erta aniqlash, kompleks terapiya qilish va xalqaro standartlarga muvofiq uzoq muddatli kuzatuv olib borish imkoniyatini beradigan qulay, yuqori texnologik va innovatsion tibbiy infratuzilmalarni yaratishga, pediatriya xizmatini hamda bolalar onkologiyasi, hematologiyasi va immunologiyasi xizmatlarining moddiy texnika bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan global va milliy strategik tashabbuslarni amalga oshirish maqsadida tumanda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanda bolalar saratoniga qarshi kurashishning asosiy maqsadlari etib quyidagilarni belgilandi. Birinchidan, bolalar saratonini erta bosqichda aniqlash holatlarining ulushini 65% ga oshirish. Ikkinchidan, onkologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarning 1 yil yashovchanligini 34% dan 90% gacha, 5 yil yashovchanligini esa kamida 60% ga oshirish. Uchinchidan, saraton kasalligiga chalingan bolalarning 100% ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam bilan qamrab olish. 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasi farmon bilan 2025-2026 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Strategiyaning joriy etish loyihasi 2025-2026 yillarda Samarqand shahri va Ishtixon tumanida tibbiyot muassasalarida bazasida amalga oshiriladi hamda zarur sharoitlar yaratilishiga qarab mamlakatning boshqa hududlarida parallel ravishda kengaytiriladi. Qarorga ko'ra 2025-yil 1-iyulgacha elektron sog'liqni saqlash axborot tizimiga onkologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarni ro'yxatga olish, tashxislash, davolash, dispanser kuzatuv hamda yo'naltirish jarayonlari o'z ichiga olgan bolalarning takomillashtirilgan marshruti joriy etilgan Ko'ksaroy tuman 2025 yillardan beri har yili 3-18 yoshdagi bolalarning onkologik kasalliklarni erta aniqlash maqsadida skrining tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. 2025 yil jami 38.704 nafar bolalar skringa o'tkazilgan bo'lib, 3 nafarida onkogematologik kasallik aniqlandi va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamga yo'naltirilgan. Shu jumladan 2026 yil uchun 3-18 yoshdagi bolalar orasida onkogematologik kasalliklarni erta aniqlash maqsadida skrining rejasi tuzib tasdiqlangan. Rejaga ko'ra 36.816 nafar bolalar 2026 yil 11 oy davomida skrining tekshiruvlariga o'tkaziladi. Barcha birlamish tibbiy sanitariya yordam muassasalarining skrining tekshiruvlari sifatli o'tkazish maqsadida yana bir bor o'quv seminarlari tashkil qilinib, tibbiyot xodimlarining bilim saviyasini oshiriladi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinika onkologiya va hematologiya xonalarida bemorlarni elektron ro'yxat shakllantiriladi. Kanser saytiga tushiriladi. Skrining natijasida aniqlangan bemorlar dabiy ravishda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam olib kelinmoqda. Bolalar orasida onkologik kasalliklarni profilaktika qilish ota-onalar orasida sanitariya targ'ibot ishlari tashkil etilib kelinmoqda. Hurmatli deputatlar, savollarınız var mı? Taklifleriniz var mı? Yani olsanız şu komisyon reisiz. Düşünceniz yok mu? Bir şey savolunuz yok mu? Biz bu şekilde şunlarda savollarını verdik. Takliflerini yapmayız. Başka taklifler asosda işlerine alıp bakacağız. Bu mesela hurmatli birodarlar, savollarından kasabalar bölgemizde bilgisayardagi holatimiz va chuqur tushuntirganman. Bu ishga yangi ish qo'shildilar. Tashkilot rahbarlari tushibdi, hokim o'rinbosarlari tushibdi, deputatlar nomzodga ishingizni omad tilaymiz. Endi mana shu masala bo'yicha biz qaror loyiha qilib, tayyorlab berdik. Sizlarda o'zgartirish bormi? Hurmatli deputatlar. Qo'shimchalaringchi. Bo'lmasa tasdiqlanadi, rozilar. Karşıya taraflar yok.
navbatdagi masalaga o'tamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 5 fevraldagi shunga ko'p kvartirali uylarni boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 8-sonli farmonning 1-5 ilovasi bilan 2022 yillarda shahar va tumanda yashil makon dasturi doirasida yashil bog'larni tashkil etish, mahalliy budjetda ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi organlar sonda ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risida so'zda tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limi boshlig'i Bobokon va Sherxon Husamovich bilan rahmat. Assalomu alaykum. Ulug'xon Asqarovich, hurmatli deputatlar, hurmatli boshqa rahbarlar, Muborak bo'ldi. Shu prezidentimizni 48-sonli qarorlari bo'yicha o'tkazilgan ma'ruza qilindi. Faqat 4-5 ilovasi qolib ketgan ekan. Muborak so'rayman. Bunda 4-ilovasida 2026-2027 yillarda ko'p kvartirali uylarni tutash hududlarida 500 million mablag' hisobiga yashil bog' tashkil etish bo'yicha ikkita hudud tanlangandi. 2026 yilga yuksalishi 6 million emas. 48-sonli